Assalomu alaykum, taroz kuzatuvchilari. Yana o'sha Abdullajon, bu safar Abdullajonni qarani o'ziga joylashtirib yubordik. Bu Alisaxon degan narsa bo'ladi-yu, bu Abdullajon. Mana haligi trikotni gapira olmay, o'zi ishlab ketadi, qarab turinglar. Ko'pchilik muammo qilyapti, borgandan keyin testini buqsovat qilib yuboryapti. Keyin pachlikov sindiryapti, deyapti-da. Rebutur qo'yishyapti, men sizga qilib o'tirmadik. Mana yerda hech kim yo'q. Ko'ryapsizlar? Mana hech kim yo'q. Bu interes emas bu. Bu nomi Abdullajon. Bunga nima deysiz? Abdullajon g'ishni tushirib orqaga qayt deysiz. Ishlaydi. Yorani o'zi qaytadi. Ha, kelib to'xtaydi. Faqat aytganinglardan keyin 1,5 sekundga qo'yilgan. Sekund qo'yilmasa, ba'zi sabablar bo'lmadi. Aytilgandan keyin ozgina chiqadi. Abdullajon, shakarsan, shakar. 2026 mart oyida mana Ramazonda qilgan ixtiroyimiz shu bo'ldi. 22 mart 2026 22 mart. Bu 1-2 oy bu zavod bu ketyapti, bugun yuklanyapti Qashqadaryoga. Xudo xolasa ishlatib g'izdo'ti ishlagandan keyin yaxshi ish bersa, xudo xolasa men shu narsani qilamiz. Xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar.